kosmetologiya va Koreya industriyasida juda katta industriya hisoblanadi. Eksport qilish bo'yicha ham deyarli ikkinchi o'rindagi industriya. Nimaga bu meditsinskiy kosmetologiya hozirgi kunda rivojlanyapti deb so'rasanglar, bu biznesda marj juda ham katta bo'ladi. Misol uchun oddiy restoran biznesi bilan solishtiradigan bo'lsangiz, restoranda odatda 35-40% bo'ladigan bo'lsa, bu standart bo'yicha zo'r. Meditsinskiy kosmetologiyada bo'lsa, marja ba'zida 200-300% gacha ham bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga bu industriyaga qiziqish juda ham katta. Misol uchun O'zbekistonda ham ko'p eshitib qolasiz. Mana bu botokslar, filler yoki hozir NAD degan bunaqa narsalar chiqib, ko'p muhokamalarga ham sabab bo'ldi. Bu shu industriyaning mahsulotlari, ya'ni skin boosterlar, ya'ni meditsinskiy kosmetologiya bu qo'l orqali yoki boshqa narsa orqali qabul qilinadigan asosiy preparatlar hisoblanadi. Bu yerda shunga o'xshash mahsulotlarni bemalol topish mumkin bo'ladi.